o'qituvchisi. Demak, mana shu kompetensiyalarga qay darajada ega bo'lib bitirib ketyapti degan savolga javob izlandi va bu javob qisman topildi tadqiqot jarayonida. Demak, bunga aynan mana shu ta'kidlovchi tajriba, ya'ni eksperiment imkoniyat yaratdi. Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida nazarda tutilyapti bu yerda. Demak, komponentlar masalasida kelsak, biz endi ilmiy tadqiqot ishlari tahlili asosida 6 ta 7 ta komponentni asos qilib olganmiz. Ularning ichida masalan mustaqil bilim olish bilan bog'liq kompetensiya yoki kommunikativ kompetensiya yoki bugungi boshlang'ich sinf o'qituvchisiga eng kerak bo'lgan kompetensiyalardan biri o'sha metametodik kompetensiya.